Dada, hammasini oldim. Bolalarni oldingmi? 15 minutda boraman. Davay. Пожалуйста, пристегните ремень безопасности. Da. Xayrli kun Murat Fayziyevich. Men siz Ostobankni kredit отделida bezovta qilyapman. Men hozir yo'ldaman. Sizni nomingizga kimdir 100 million kredit olmoqchi bo'lgan. Qanaqa kredit? Men hech qanaqa kredit olmaganman. Menimcha bu moshinniklar ishi. Kimdir sizni nomingizga kredit olmoqchi bo'lgan. Men bu operatsiyani отказ qilaman. Lekin menga sizdan bitta yordamingiz kerak bo'ladi. 4761. Bo'ldi, rahmat. Bu yog'iga ehtiyot bo'lasiz. Nima? Ketamizmi? Marazlar, noinsoflar o'g'limdan foydalanishdi. Militsiyani xabari bormikan? Topishiga va'da bermaymiz. Chunki hozir bunaqa mashayiklar ko'payib ketganmiz. Endi shuncha pulni qayerdan topamiz? Shuhrat, shu mashayniklarni topish iloji bormikan? Ba'zan hayotiy saboqlar shunaqa qimmatga tushadi. Nima demoqchisiz? Boshqa bunaqangi holat takrorlamasligi uchun siz katta xato qilganingizni yaxshilab o'ylab olishingiz kerak. Mayli. Men darsga bora qolay. Как раз hozir o'quvchilarimga mana shu masala bo'yicha dars o'taman. Xohlasanglar kiringlar. Shunaqa ham tuppoy bo'ladimi odam degan. Uyni sotamiz. Hech narsani sotmaymiz. Men direktor bilan gaplashdim. Hammasini hal qilamiz. Shuncha pulni qayerdan topasan, o'g'lim? Topaman, oyi, topaman. Siz xavotir olmang. Mayli, oyi, men darsga kirishim kerak. Mayli, bora qol. Aza. Qalaysan? Beka. Kechirasan Beka. Aza, kecha ustozni notebookdagi vaqtni qanaqa o'zgartirib qo'yding? Senda bitta iltimosim bor edi. Notebookim buzilib qoldi. Ko'k rang yonib turibdi. Ko'kmi? Ko'k. O'lim rangi ko'k. Yo to'g'rilab berasan. Qani? Mayli, harakat qilib ko'raman. Agar to'g'rilab bersang, usta pulini o'zingga berardim. Yo, bizda chiroyli qizlar uchun skitka 100%. Ha? Mayli, rahmat. Skitka o'ylab topganimni qara. To'g'rilab olasanmi ish qilib? Ha. Assalomu alaykum. Plastina 10 million so'm o'xshash yopti. Kimga olasan bor? O'rninchi xonaga o'tasiz. Hormayli. Ya, assalomu alaykum. Xayrlikum. Taxaning keldi. Kulgili emas. Yig'la bo'lmasa. Hozirgina bo'lgan voqea. Bittasini hisobidan katta miqdordagi pul yechilgan. Mashinniklar avvaliga uning nozik tomonlarini o'rganib chiqib, unga silka tashishadi. Tabiiyki, u inson silkadan o'tadi va qarabsizki, o'ljaga aylanadi. Ko'pchilik insonlar o'zini ishonuvchanligi sabab mana shunaqa aldanib qolishadi. Ular ham sizni darsingizga yozishmaganda-ya. Darsimga yozilishganda ham sizlarga o'xshab hech narsani tushunmasdan baqirayib o'tirgan bo'lishardi. Hayotda 4 ta toifadagi inson aldanadi. Birinchisi bu ishonuvchanlik, ikkinchisi
ochko'zlik, uchinchisi doim noliydigan va to'rtinchisi sizlarga g'alati eshitilishi mumkin, shahvatini tiya olmaydigan insonlar aldanib qolishadi. Mayli. Bilet. Nima qilyapsan? Mana arizalarni ko'ryapsanmi? Ko'cha to'la jinoyat. Nima? Kompyuter ko'targan bolalarni topolmayapsanmi? Ha? Qanaqa bola? Ular uyushgan jinoyatchilar. Вообще-то bu ishga kiber xavfsizlikni ham jalb qilish kerak. Sarvar. Sarvar. Nima qilasa ukam ularni aralashtirib. Ha, bu ishlarni o'zing qilishing kerak, ha? Ukajonim. Sen ko'tarilishing kerak. Ha? Seni joying mana. Agar bu ishlarni o'zing xohlamasang, men qilishim mumkin. Yaqinda butun boshli bankni buzmoqchi bo'lib is qoldirishgan. Yaxshi ham buza olishmagan. Agar buzganda bank sipirib ketgan bo'lardi. Voy mazgi. Ha, ishlayotgan ekansan-ku. Bo'pti. Ishni o'zing davom ettirgin. Demak, notebookni ochamiz. Yaxshi qiz. Tushunaman, sumkangizga notebook sig'maydi. Lekin o'tgan dars hammadan iltimos qiluvdim. Notebooklarni olib kelinglar deb. Notebookim buzilib qolgandi. Bo'lmasam sizga sherik kerak. Aziz, notebookingni olib Malikani olib yur. Iloyim, borgan joyida toshday qotgan. Voy biling Aziz, go'qarapan tortib yuribsanmi? Yo rasmiga qarab a? Aziz, sen qolgin. Vazifani yecha olmading. Lekin vaqti cho'zishni uddalading. Men yechimni topgandim. Xo'sh, qanaqa ekan? Afandi mandarinni o'zini oladi. Eshak esa po'chog'ini. Xuddi hayotdagidek. Kimgadir po'choq, kimgadir esa hamma narsa. Ma. Bu nimaga? Bu masalani yechganing uchun senga kichik bir sovg'a. Mayli bor. Qarz yopgandan keyin bu ishlarni to'xtatamiz. Nima? Mana ketyapti-yu. 1 soatda 3 ming topdik. Bu degani 10 soatda 30 ming, 20 soatda 60 ming. Bir kunda 72 ming. Короче, bunaqa ishlarning oxiri nima bilan tugashini juda yaxshi bilaman. Agar chegarani bilmasak, botqoqqa botib ketaveramiz. Keyin chiqish qiyin qoladi. Botqoq? Oxirgi marta kinolarda eshitganman bu gap.
botqoq. Qaq ketyapsan tugmadi. O'zing tugatib qo'y. Faqat Malikaga o'zim beraman, xo'pmi? Men ishga ketdim. Ishga? Shuncha pul topib ham ishga? Ho. Menga problema kerak emas. Menga avvalgi hayotim kerak. Rolni olib ich. Avvalgi hayoting kerak bo'lsa. Ish kerak. Ish kerak. Ish kerak. Menga ish kerak. Ish kerak. Ish kerak. Ish kerak. Menga ish kerak. Nega deysan mani pulim kam? Nada shikayatsa shanba kunidan ketdim Amsterdam. Men o'zi odam harakatdayam yoki barakatdayam. Fest o'qiganman rektor mo'y tog'amda, o'rischadayam, inglizchadayam of course. A B C D. Ha, Jahursan. Kimini kattasi edimi deyman? Bugundan shuni smeraga qolasanmi? Yo'q. Bugun ham, ertaga ham, indinga ham, endi vobshe kechki smenaga qolmayman. Nima? Ikkinchi ish topdingmi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Rostdanmi? Qayerdan? Hozircha sir. Yaxshi. Yaxshi. Yaxshi ishlar. Aza, A, sanmi? Fleshkani olib turuvdim. Narsga jat qilmoqchi edim. nimani? O'sha atmenskiga jat qilgim kelmay qoldi. Wi-Fi gnat qilyapti. Перезагрузка qil, bugun приkolniy narsa qilamiz. Vayni olamizmi? Ha, sa. Shuhrat aka nima deganda, ishonuvchanlik, umidsizlik. Ish yili haqida gapirdi. Yo'q. 15 minut vaqt berdi. Ochko'zlik. Davay ochko'zlik sinab ko'ramiz. Yo'q, menda sinaman, faqat men yutqizib qo'yaman. Yo'q, qara, bu xuddi qopqondagi sirga o'xshaydi. Sir berib, sichqonlarni tutamiz. Ilhom aka pulni kim qilib beradi? Biz sichqon ushlab yursak? Yo'q, qara, sichqon degani bu odam. Sir degani biza yasagan. Tushundim. Boshla hazillashdan. Sinayatdim. To'xtab, men bittani Biz O'ljaga ishonarli qilib xabar jo'natamiz. Bu xabar qisqa savol-javob hamda katta pul mukofotidan iborat bo'ladi. Taklif 100 mingdan 1 milliongacha. Yutishiga ishontiramiz. Ular havolaga kirishadi va bizni tuzog'imizga tushishadi. Sayt xuddi haqiqiyga o'xshaydi. Dizayn, ranglar, shaxsiy ma'lumotlar hammasi birga-bir. So'rov paytida biz O'ljadan shaxsiy va karta ma'lumotlarini olamiz. Telefondan boshingizni ko'tarsangiz-chi? qisib turgin. Bagash qo'lamda, tanam badanda, u ham xonanda, bu ham xonanda. Badan tarbiya, отжимание, всем внимание, до свидания. Bagash qo'lamda, tanam badanda, u ham xonanda, bu ham xonanda. Badan tarbiya, отжимание, всем внимание, до свидания. Businessman, yonimdan mokin, qo'lidan nokin, ketu Kapadokya, ko'z tashaman, bu mana tomosha, man businessman, qilaman so'qqa. Man Superman, man Spiderman, man Aquaman yoki Aquaman. Это Louis Vuitton ремень, qarang. Yo, unaqa qaramang. По Ташкенту ночью мчимся на Марсе Фумати. Хаким я типати, где мой дипломатик? Ташкент-Сити, едем в Хилтон, денег на всех хватит. Кайфуй! Пока батя платит, хаким я типати. Bagash qo'lamda, tanam badanda, u ham xonanda, bu ham xonanda. Badan tarbiya, отжимание, всем внимание, до свидания. Bagash qo'lamda, tanam badanda, u ham xonanda, bu ham xonanda. Badan tarbiya, отжимание, всем внимание, до свидания. Едем и катим, ночью как Брэд на лунате. Давай-ка накатим, девочки позже подкатим. На Юнус Сабаде встретим закате. Девочки любят тебя, не за фантик. Все в аккурате, рядом сестры и братья. Вот так вот бабки и тратим.
Sukka, bilet. Nima bo'ldi? Ya 12 bo'ldi. Qarachi qarz yarmini epladingmi? Hozir qaradim. Yarmidan ko'pini yuboribmiz уже. Lekin yomon qorin ochdi borib. Pul ortib qolsa o'zim seni cho'tki restoranga olib boraman. Voy jala. Pul yo'q.